Buni jigari, atbor olib keldim. Men sizlarga oxirida nomer qoldiraman. Diloramxon qatortoli suvda qiladilar. Mana shu tovuqning jigari 1 kilosi, qizlar atiga 12 ming so'm. Tasavvur qilsanglar, shunaqa arzon narsadan ferritinni zo'r ko'tarsak bo'ladi. Ya'ni qonlarimizdan, gemoglobinimizdan zo'r ko'tarsak bo'ladi. Xo'p, olib kelamiz, yuvamiz, muzli suvga keyin 15 minutga yuvib qo'yamiz mana. Qaranglar, qancha qonlari tushib ketadi. Top-toza qilib olib, keyin mana bu plyonkalardan, mana bu plyonka mana bu joylarni tozalab olamiz. Lakomka joyini olib qolamiz. Mana qizlar shunaqa akkuratni qilib shoshmasdan lakomkasini olib olamiz. Mana atxop chiqqan, tozalab oldim. Butun paylari bormi, unaqa sarg'ish bo'lib yotganini ko'rasizlar. Ivitganimdan keyin qilgan обработкам, yaxshilab обработкаdan o'tkazamiz jigar. Mana top-toza. 1 zubchik chesnok, 2 ta katta piyoz, bitta qizil sabzi, 150 gram toza saryog'. Ozgina 3-4 qoshiq boshda qovurishimizga yog', lavroviy list, tuz, murch kerak bo'ladi. Asosan mana sos ko'rasizlar, oxirida saryog'ni qo'shib aralashtiradigan joyim. Asosiy mazza saryog' o'ynaydi. Hatto pashtetni qaymog'ida qilsa ham bo'ladi, lekin saryog'ligi polezniroq qizlar, yeyishli bo'ladi zavtrakda. Qizlar ostonasidan ilinib keting, oddiylikdan baxt qidirishni. Mashallah, patishkani hozir qatortolda oldim, jigarga borganda-da. Men bilan ham oldim, hozir yudim bilan yenga olib keldim. Bu ani erimaydiganida, atiga 25 ming so'm turadi har biri. Ham shiptsin juda yaxshi ko'raman, udobni ishlash, qarang, qo'l qizib ketmaydi. Arzimagan 25 ming so'mlik narsaga hozir o'zimga yetolmayman. Rosa xursand bo'laman mana shunaqa narsalarga. Inson baxtni arzimagan narsadan topish kerak, qizlar. Qozonimga mos ekanib hozir xursand bo'ldim. Udobni qo'limga rosa. Mana shunaqa arzimagan narsalardan baxtli bo'lishni o'rgansanglar, kasal bo'lmaysizlar, qizlar. Rosa xursand bo'ldim mana shu to'rttagina narsaga, ishonasizlar? Alloh guvoh, rosa so'yindim. Chunki mana shu oddiy narsalardan ham o'zimizga xursandchilik topishni bilishimiz kerak. Aslida eng baxtli inson shunaqa inson bo'ladi. Boshladik. Qizlar mana piyozni soldik. Birinchi bo'lib menga yoqqan mazasi chiqqan, mag'izi chiqqan deyman-ku, piyozni mag'izi chiqishi bilan mana o'zi mazasi chiqdi. Sabzimizni to'rqadan chiqazib, mana bitta o'rta sabzini sovaramiz. Sabzini ham o'lguncha qovuramiz. Qizil sabzi o'ldi, 2 ta lavroviy list va jigarlarimizni solamiz. Ana qizil sabzilar o'ldi, lavroviy list soldim, 2 dona, jigarlarni soldim. Tuz murchini sepib, 1-2 qovuramiz, где-то 1-2 minut. Qo'pqog'ini yopib, past qilib yarim soatga dimlab qo'yamiz endi jigarimizni. Aytgandek, chesnok va vkusi kimdir yaxshi ko'rsa, 1 zub chesnokni ham sovoringlar. Bu hozir hammasi blenderdan chiqadi, chesnogi yo'q bo'lib ketadi, aromasi qoladi chesnokda. Sotib olingan magazinlik pashtetdan ishoninglar, bu vaqti zo'r bo'ladi. Magazinlik ko'p narsa qo'shib tashaladi, aynimasligi uchunchi, va mashina hech narsa qo'shmaymiz, faqat mana shu narsalar toza saryog' qo'shamiz. Bo'ldi. Qonni zo'r ko'paytirib beradi qizlar. Oxirgacha yozib olaylik, iltimos lentaga qo'ying demanglar. Chunki vaqtini yozlasizlar-ku. Hatto yozib olsanglar bir sutkada bemalol ulgurasiz yozib olishga, bir sutkada o'chadi. Bilasizlar, shunday yozib olasizlar. Dugonalarga, tanishlarga, homilador kelinlarga jo'natib qo'yinglar, yosh bolalarga qonni zo'r ko'paytiradigan narsalar. Tovuqni jigardan pashtet har kuni ertalab ozgina yesanglar, qoningni pushka ko'tarib beradi. Bo'ldi qizlar, yarim soatga dimlab qo'ydim. Keyin oxirga tugatib qo'yamiz. Bitta fishkasi qoldi, saryog'li fishkasi. Pashtetimiz tayyor. Ungacha kechqurunga ovqatni qilib olishim kerak, boshlab turaman qizlar. Oson ikkinchi ovqat qilamiz, rosa oson. Lekin rosa mazali. Qizlarjon, pashtetni deyarli tayyor bo'ldi. Endi buni lavroviy listlarini olib tashab turib, bitta yomkistga solib, buni yo мясорубкадан chiqarasizlar, yo qo'l blenderida, pogrужнойda blenderga qilib tashlaymiz. Желательно мясорубкадан chiqarganinglar yaxshiroq. Ezib olamiz. Qizlar, mana shunaqa issiq paytida uramiz. Мясорубкаdan ham issiq paytida chiqaraveramiz. Nimagaligini hozir aytaman. Mana o'rtoqlar, yarim soatda bor yo'g'i 12 ming jigar bo'lsa, saryog'i bilan где-то 50 ming bo'lsa, eng yaxshi saryog' bilan 50 ming so'mga 30 minutda shunaqa zo'r ferritinni ko'tarib beradigan, ya'ni qon ko'paytiradigan pashtetimiz tayyor. Pashtet urib bo'lgandan keyin xona haroratida turgan saryog'ini solib, qo'lni eriguncha tez-tez aralashtirib turamiz. Pashtetimiz tayyor.
Hozir ko'rasizlar, bitta qo'lda ololmayapman. Aralashtiramiz yaxshilab. Qizlar, ishoninglar, просто объедение bo'ladi. Ozgina chesnoklarning ham notasi bor. Saryog' mazasi полный chiqdi. O'zi jigar, saryog', chesnok, o'sha piyoz qovurilgan, sabzi qovurilgan mazani sочетанияsi juda ham zo'rda. Saryog'lar erib ketdi. Mana bunaqa idishchamga hozir solib, sovigandan keyin xolodilnikka qo'yaman, ustini tekislab. Bolalar nonni ustiga qo'yib, zavtrakka maza qilib yeyishadi. Не только bolalar, yana aytaman, qoni kamlar, homiladorlarga juda ham zo'r. Shunaqa vkusный. Kim biladi, Chaykovda anjir murabbo bilan kurini pashtet olib keladi. Pulini bilasizlar qanchaligini? Bemalol o'zingizlar qilib yeylar, anjir murabbo bilan vashi bomba ketadi. Tost nonni qotirib olib, pashtet ustiga ozgina anjir murabbodan qo'yib yesanglar, xuddi o'sha Chaykovdagi qimmat zavtrakdagi pashtetni birga bir o'zi mazasi. Tayyorlab ko'ringlar, menga aytasizlar keyin mazasini.